Siz meni kuzatib turgan hurmatli quruvchilar, bu video sizlar uchun bo'ladi. Bugun kelgan manzilimiz Zangiota tumani Tokzor mahalla bo'ladi. O'rizor bozoridan 2 kilometr ichkari kirganingizda legendarniy Kamchatka mahallaga kelganmiz. Hurmatli operator ko'rsatasiz. Ulovga tushgan xonadonimiz fasad 36 bo'ladi. Bu yoq tarafiga 23 bo'ladi. Chiroyli holatda 3-4 ta katta joylash imkoniyatimiz bor. Mahallaga bitta e'tibor berasiz. Juda ham chiroyli holatda, suv, svet, gazdan muammo yo'q. Shu ko'chani oxiriga borsiz 3-4 ta ko'cha bor. Kamchatkani postiga chiqib ketishingiz mumkin. Ma'lumotni aytaman, Kamchatkani posti olib tashalgan. Bismillah deb xonadonga kirib borar ekanmiz. Haqiqiy o'zbekona xonadon sizga kulib boqtiribdi. 8,5 sotiqlik. Sotig'ini 27 ming dollardan baholadik. To'ppa to'r burchak shaklda qarang. Qo'lini kataligiga bitta e'tibor berasiz. Agar shu summani ichida yashayman deydigan bo'lsangiz, bu yerda 7 ta xona, 4 ta sanuzul, remontlari o'rta holatda yashash imkoniyatiga ham ega bo'lasiz. Kelgusida o'g'illaringiz bo'lsangiz, o'zingiz investitsiya qilib, 4 ta katta joylash imkoniyatingiz bor. 8,5 sotuv bo'ldi. Sotig'ini 27 ming dollardan baholab qo'ydik. Chiroyli holatda egalar raqamini qoldirib qo'yamiz. Qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumot, talash tortish barakasini qilsangiz bo'ladi. Ma'lumotni aytaman. Barterga ham egalar bilan suhbatlashish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Xuddi shunaqa chiroyli holatda reklama xizmatlari kerak bo'lsa, o'zimiz raqamni ham qoldirib qo'yamiz. Butun shahar bo'ylab reklama xizmatlarini tavsiya beramiz. Sog' bo'linglar, chiroyli, fasadlari yaxshi, arzon uchastkalar o'tkazib olmaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Sog' bo'lasizlar.